Parkinson bu harakat cheklanishi, og'riq, uyqu sifatining yomonlashishi, depressiya va shu kabi muammolarni olib keluvchi miya kasalligidir. Biz hozir Parkinsonning erta belgilari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchisi, bir taraflama titroq. Ya'ni bemor tinch holatda titroq bo'ladi, biron bir yumush qilganda titroq kamayadi. Bunday bemorlarda odamlar orasiga qo'shilish ancha kamayib qoladi. Chunki bunda hayajonlanganda yoki biron bir og'ir mehnat qilganda bu titroq ko'payadi. Ikkinchi belgisi harakatning sekinlashishi. Bunda bemor charchoq, quvvatsizlik va muvozanatni yo'qotishini sezib boshlaydi. Uchinchi belgisi harakatni boshlashda qiyinchilik. Bunda bemorda ko'ylakning tugmasini qadashda, oyoq ipini bog'lashda va cho'ntakdan biron narsani solib yoki olib qo'yish paytida qiyinchilikka duch keladi. Yurishda bemorning mayda-mayda qadamlar bilan oyoqni sudrab bosish va muvozanatning yo'qolishini sezib boshlaydi. Eng muhim belgilardan yana bittasi bu harakat qotishi. Ya'ni bemorning qo'l va oyoq bo'g'imlarida harakat kamayadi, bemor qo'g'irchoq holatida yurib boshlaydi. Siz va yaqinlaringizda shunga o'xshash kasallik yoki belgilar kuzatila boshlasa, darhol nevrolog vrach qabuliga yozilishingiz kerak.